daraja va uning xossalarini hisoblashni o'rganamiz. Demak, 3 ning 4-inchisi degani bu 3 ni 4 marta o'ziga ko'paytirishimiz kerak degan. 3 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan 3 demak hisoblasam 81 chiqadi. Demak, 8 ning 1 taqsim 3-inchisi degani kub ildiz ostida 8 yoki da bo'lmasa 2 ning 3-inchisi ko'paytirilgan 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Ya'ni 2 ning 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 3-inchisi bular qisqarib ketadigan bo'lsa 2 ga teng. 3 ning manfiy darajasi, qaranglar. Sonning manfiy darajasi deganda, demak 3 ning minus 2-inchisini hisoblamoqchiman. Buning o'zi ham 1 taqsim 3 ning kvadrati barobar 1 taqsim 9 chiqadi. Ixtiyoriy sonning 0-darajasi 1 ga teng. Demak, bu ifoda 1 ga teng. Va 25 ning 1 taqsim 2-inchisi bu 5 ning 2-inchisi ko'paytirilgan 1 taqsim 2 degani. Demak, bu 5 ning 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2, 2 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, qiymati 5 chiqadi. Endi mana bu sonning darajasini hisoblab izohlarda yozib qoldiring.